Günlərning birida bir kishi sir eshigini minib, 7 kechik 6 dovondan eshib, qo'shni kentga bormoqchi bo'pti. Qara birodar, oldimizga 7 kechik 6 dovondan o'tsakla, qo'shni kentga tuqqanlarning uyiga yetib boramiz. O joyga berib, qo'saqni rasoat o'yg'izib, buguncha u yerda orom elib, safarimizni atiga davomlashtiraylik. Albatta, sana yop-yeshil bo'g'izlarni bermadigina. Qani mang'ayli. Biroq ancha uzun mangmayla eshigi birinchi kechikdili suv ichibdi. Usab ketdingmi? Ichcha. Qonlig'i ichib ol. Ichcha. Eshak suv ichib bo'lgandan keyin ular safarini yana davomlashtiribdi. Bayla tığı içi batattı. Yani usap sende. Hey canavar. İşçi. Aradan ikkinchi, uchinchi kechikladimi, eshak yanada suv ichibdi. Bu qitimmi yo'lovchi yana ta'xir qilib, eshkining suv ichib bo'lishini kutib turibdi. Hey, qara seni. Her bir keçikte bir qitim to'xtab, uzundan uzoqqa suv ichib tursam, qo'shni kentga bog'icha oldimizni teqib bir necha kechik bor. Manzilga kech qolmayli yana. Tez bo'l janovar. Tez bo'l. Ha? Bag'ras, kimani axbar qilasan? Tomoshabini sovuq tiqib elib, suv ichgan qiyofat ko'rib elib, uxlayotganini qara. Bu eshak. Yana o'rliqida. Yana meni oldig'ina. Men tek sana xo'shlikatga borgan chaqda sana to'yg'idek bo'g'iz beraman deb tikaman. Ham eshitdim yo'q. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Sana beqib men, ishga beqib dan deb tikan. Seni o'rinli qilg'achqa meni kech qoldi. Endi sana suvmi yo'q, yemi yo'q. Yolg'onchi rizqidan qo'rqalar degan mana shu. Mana